Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 17-mart, mana orqa parning yuzadagi qulupniylar. Bu yoqqa ko'chat olish uchun ekib qo'yilgan. Hop. Yana ko'chatlarimiz bor. Bu yoqdagi yana ekiladi. Ekilgan orasiga pomidor ham ekib yuboramiz. Xudo xolasa, mana yon tomoniga mana yoqdagi pomidor ekib yuboramiz. Hozir ikki qator ekilgan. Men buni ko'rsatayotganim sababi shu paytgacha hali bir marta ham suv berilmadi qishi bilan. Endi birinchi suvini beryapmiz. Bularni ham sekin-sekin ko'rsatib qo'yib boramiz. Bugun 17-mart. Mana qulupniylarimizga mana shunaqa ariqdan suv beryapmiz. Qizib, bunda mana ildizlar bu yoqqa keladi. To'yib ichadi suv. Xudo xolasa mana donlari ham yurib ketar. Hozir sal qotib turibdi. Mana shunaqa suvga to'ydirib suv berish kerak. Ariqlardan iloji bo'lsa oqizib, keyin hadeb kapilnidan suv beraversa, yerida tuz ko'payib ketadi. O'shaning uchun ariqdan oqizib tursa, tuzlar ham erib, oqib chiqib ketadi. Iloji bo'lsa, oxiri oqavayli bo'lsa, oqizib qo'ysanglar, tuzlarni eritib olib chiqib ketadi. Mana shunaqa qilib sug'orib turish kerak. Xo'p, keyin qilgan ishlarimizni mana pomidorlarimizga kecha ildiz dori berib yubordi. Endi yana 1-2 kundan keyin o'sha kalsiy bilan gumini aralashtirib berib yuboramiz. Bular hammasini kuzatib olsanglar, videolarda ko'rsatib qo'yib boramiz. Mana sug'orayotgan joyingizning orasi ancha uzoq. Pomidordan. Shuning uchun yonidan kichkina arochi ochib, mana shunaqa sug'orib olamiz. Bu yoqda mana namli yaxshi, yetarli. Mana bu yoqda sal ko'tarib ekilgan joyda namli kam. Shuning uchun bu yoq ariqdan to'ydirib sug'arish kerak. Hozir oxirini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Oxirida bizda oqava yo'q. Qo'shcha qilib qo'yganmiz. U yoqqa suv yetib borgandan keyin chelaklab orqaga olib tashlaymiz. Mana hozir. Oxirgi mana shu mana xo'shni ochib qo'yganmiz. Chelak sig'adigan. Bemalol chelak pastgacha tushadi. Suv oqib kelgandan keyin suvni olib turamiz. O'tda agar suv yig'ilib qolsa, bu past ko'proq zaxlab ketadi. Shuning uchun xo'shcha qilib qo'yganmiz. Xo'shchadan suvlarni olib tashlaymiz. Keyin shu bilan ketma-ket mana bu yog'ini sug'oramiz. Mana bu yoqqa ham hozir xo'shcha qilib ochib qo'yamiz. Hozir bugun mana shu ikkita aronni sug'orib ko'ramiz. Men har doim shunaqa sug'oraman. Iloji bo'lsa, mana shunaqa sug'orsanglar, suvni to'yib ichadi. Bugun 19-mart. Mana qulupniylarimizga oziq beryapmiz. Urojay degan dori. Buning ichida qanaqa kislotali dori bor. Har safar suv o'ziga bir tonnaga 100 gram azotning kislota qo'shyotdi. Endi bunda qo'shmasa ham bo'ladi. O'zi kislotasi bor bunda. Buni hozir 3 kilo bo'ldi. 1 tonna suvga 3 kilo bunda 200 gram shu kislotali oziqdan berib yuboramiz. Keyin ertaga ertalab hop mana oziq o'rnidan gullatishga, donini yurg'izib olishga mana shu oziqadan sepib qo'yamiz ustidan. Ertaga ertalab. Buni bugun hozir berib yuboramiz. Ertaga bu ustidan sepib qo'yamiz. Keyin pomidordan ham ustiga oziqa sepib qo'yamiz ozgina. Mana ertaga bularni ham berib yuboramiz. Hozir chiri pomidor olib kelganmiz. Shularni ham ekyapmiz. Ekilish jarayonini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana arolardan hammasidan suv berib chiqdi, aro ochib. Yo'llardan suv hamma yo'llardan mana bugun berib tugatdi suvni. Bu yoqqa
Mana chiri pomidor ekib qo'ydik hozir. Hozir mana bu yoqqa ekyapmiz. Qanaqa ekayotganimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh. Shu o'rtaga ekyapmiz. Har 58 ga to'g'ri keldi. Belgilab oldik. Mana bunaqa truba 76 talimikin, 70 talimikin mana shunaqa truba olib keldi. O'rtasiga mana shunaqa chuqurcha qilib ochyapmiz. 15 sm chuqurcha qilib. Mana shunday chuqurcha bo'ladi, ko'rsatdim. Mana shunday qilib ochib chiqamiz. Bitta qatorasiga 44 ta 45 ta ketyapti. Buni ozgina o'sgandan keyin shoxlatarkanmiz. Bo'lmasa chiri pomidor yirik bo'lib ketib qolsa, bozor yaxshi tortmas ekan. Shuning uchun maydaroq bo'lgani yaxshi ekan. Ham kuzatib olsanglar hammasini ko'rsatib qo'yib boramiz hozir bunga. Xo'p, 3 chelakga 1 chelak turpoq aralashtirib olganmiz go'mizga. Hozir bunga solamiz. Mana shu yerda 3 chelakga 1 chelak beya go'miz qilib aralashtirib olganmiz. Hozir shundan olib solamiz. Shu chuquriga bitta kosa ketyapti mana. Sal preslab olamiz. Nomiga preslab qo'yamiz. Bitta to'la kosa ketyapti shu yerga. Mana bunaqa yonida ortishi baylarni olib tashlaymiz. Mana diagonal sog'ganmiz. Har bittasini to'g'risiga bunaqa sim qo'yib chiqilgan. Shuni to'g'risidan ochamiz mana. Mesela koyarız. Bunu soğuramız. Aşağı qilib ketmaki ekib turamiz. Buni ko'p boqib olish kerak emas ekan chiriyni. Yirik bo'lib ketib qolsa, bozor uncha tortmas ekan. Sal maydaroq qilib chiqarish kerak ekan. Keyin buni shoxlatish kerak ekan. Xo'p. Pomidor qulupnayning orasiga pomidor eksa bo'ladimi yo'qmi deb so'rashibdi. Qulupnayga ham o'rgimchi ekani bilan treps tushadi. Bodringga ham o'rgimchi ekani bilan treps tez tushadi. Endi hozir pomidor ekib ko'ryapmiz. Xo'p, bunga endi o'rgimchi ekani bilan treps uncha tushmaydi. Treps bo'ladi-yu, lekin o'rgimchi ekani tushadimi yo'qmi bilmayman. Lekin kamroq tushadi, lekin bodringga tezroq tushadi. Shuning uchun pomidor ekib ko'ryapmiz. Men uni orasiga ekib ko'rmaganman bunaqa qilib, lekin addenni qilib ekib ko'rgan edim, bo'lgan edi. Xo'p. Keyin dalaga kilonka solsa bo'ladimi yo'qmi deshgan ekan. Kilonkani men solib ko'rmaganman. Endi u ham hozir qiyinroq bo'lsa kerak dalaga solish. Undan ko'rasi men bunaqa duvga, katta duvga qilish kerak. Agar shu duvgani qilmasa, ertaga yog'ingarchilik paytida qulupnaylar chirib ketadi. Shuning uchun mana shunaqa balagan qilib duvga qilish kerak, dalaga ham. Bo'lmasa qulupnaylar rangi ham xunuk bo'lib, arzonchi qulupnay bo'lib pishadi. Dalaga 13-40-13 berish qimmatli qiladi. Uni o'rniga o'sha suvlardan berib, tegidan arzonchi dorilardan bersa bo'ladi. Ustidan keyin
o'sha har xil gellar bor. O'sha gellardan sepib tursa bo'ladi. 13-40-13 mana bu gullarni shodalarini baquvvat chiqarishga, yaxshi gullatishga, keyin ildiz sistemalarini yaxshi rivojlantirib beradi. 13-40-13 shunga asosan shunga ishlaydi. Qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Keyingi videolarda o'sha savollarga javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz.